Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, aka-uka, opa-singillar. Bugungi mavzuyimiz parrandalarda uchraydigan chechak, ya'ni o'spa kasalligi haqida. O'spa kasalligining kelib chiqish sabablari bu parrandaxonani haddan tashqari toza bo'lmasligi, ya'ni ko'p joylarga e'tibor berilmasligi, parrandaga turli xildagi yovvoyi qushlarning kirib chiqishi mumkin bo'lishi va parrandani yem idishlari yo'qsiz holatda foydalanilishi o'spa kasalligi kelib chiqish sabablarining eng asosiylaridan hisoblanadi. Shuning uchun har bir videoyimda parrandaxonani ozoda tuting deb qayta aytaman. Demak, buni davolashga keladigan bo'lsak, o'spa aniqlanishi bilan, ya'ni o'sha chechak aniqlangan parrandani alohida karantin xonasi qilib olinadi, alohida qilinadi va qolgan parrandalarni ham katakdan chiqarib turgan holatda katakni dezinfeksiya qilib olsa bo'ladi. Katak dezinfeksiyasi uchun ko'pchilik ohakdan foydalanadi, lekin vet aptekaga borsanglar, katak dezinfeksiyasi uchun o'zi maxsus xlorli yoki quruq va nam bo'lgan dezinfeksiya vositalarini sizlarga tavsiya qilishadi. Aynan ulardan foydalangan holatda bemalol dezinfeksiya qilsanglar bo'ladi. Faqat dezinfeksiyadan keyin eng kamida 1 sutka davomida katakda parranda bo'lmasligi kerak. Endi o'spa kasalligini davolashga keladigan bo'lsak, o'spa kasalligi 3 ga bo'linadi. Tashqi o'spa, tashqi chechak, og'iz halqumi chechagi va umumiy ham tashqi ham halqum chechagi bittada kelishi mumkin. Ko'p parrandalarda asosan tashqi chechak, ya'ni parrandani toji va baldog'ida mayda yara holatda shakllanadi. Aynan uni davolash ancha oson, chunki bu parrandadagi ushbu kasallikning boshlang'ich davri hisoblanadi. Uni o'zimizning oddiy shu vet aptekaga kirib, anfluron degan ampulani so'raysizlar. Ampullarning bir donasi o'zi 2 mg chiqadi. 2 mg 1 litr qaynatilgan iliq suvga aralashtirib, kun davomida kasallangan parrandaga berasizlar. Davolash muddati 3 kun. 3 kundan so'ng o'rtada 1-2 kun tanaffus qilgan holatda yana ushbu kursni davom ettirsa bo'ladi. Toji va baldog'iga toshgan ushbu yaralarni esa terib uni olib tashlashga harakat qilmaylar. Ko'pchilik bizda umumiy foydalanadi, solidol, ya'ni moy, pachivnikka moylanadigan yog'dan foydalanib, aynan o'sha joylarga surtib qo'yadi, lekin buni tibbiy usulda yo'qotish ancha samaraliroq hisoblanadi. Parrandani ko'z atroflarini esa furatsilin suv, ya'ni o'zimiz bilamiz, furatsilin tabletkani, aynan shu furatsilin tabletkani bir donasini 100 g qaynatilgan iliq suvga aralashtirgan holatda bir hafta davomida ko'z atroflarini kuniga 3 mahaldan artib, har kuni furatsilin suvda artib bo'lgandan so'ng uni orqasidan albatta tetrasiklin mazni ushbu yaralariga surtib chiqamiz. Agarda parrandada o'zgarish bo'lmasa, ya'ni zo'riqib ketadigan holat bo'ladigan bo'lsa, u shunchaki halollanadi va yo'q qilinadi. Go'shi yeyish uchun yaroqsiz hisoblanadi. Tuxumi ham inkubatorga ham bo'lmaydi, yeyishga ham bo'lmaydi. Kasallik paytida qo'yilgan hamma tuxumlar ko'miladi, ya'ni yo'qotiladi. Parranda esa agarda davolash imkoniyati 0 ga teng bo'lgan holatda shunchaki parrandadan voz kechiladi. Aynan ushbu kasalliklarga chalinmaslik uchun esa albatta parrandaning katagini ozoda tutish va parrandaga turli xildagi vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni hech bo'lmaganda haftada 1 marta berish parrandani turli xil kasalliklarga chalinishining oldini olgan bo'ladi. Bilganlarimni siz bilan baham ko'rdim. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni bildiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video orqali ko'rishguncha omon bo'ling.